Taqdir ulug' Allohning ilm va qudratining namoyandasidir. Taqdir bo'ladigan har qanday bir ishning Allohning ilmisida aniq bekitilishidir. Hazrat Umar radhiyallohu anhu Hijriyaning 18-yilda bir jamoat sahoba bilan birga Shomni ko'zdan kechirib tekshirishga bordi. Shomga yaqin bir yeziga kelganda Shom valisi va Suriya qo'mondoni Abu Ubayd ibn Jarroh qo'shinlar bilan Umar radhiyallohu anhu ni kutib oldi va Umar radhiyallohu anhuga Shomda og'ir bir vabo kasalining tarqalganligini aytdi. Bu xabarni anglagan Hazrat Umar radhiyallohu anhu hamrohlari bo'lgan sahobalarni kengashga chaqirib, ularga Shomda vabo kasalining tarqalganligi xabarini aytib, Shomga kirmaslik to'g'risida maslahat so'radi. Hazrat Umarning bu gapini anglagan hamrohlarining ba'zilari Allohga tavakkul qilib Shomga beraverayli desa, yana ba'zilari qaromlik qilib bu xatarga tavakkul qilmaslikni va Madinaga qaytishni aytdi. Umar radhiyallohu anhu o'ylanish orqali oxirida Madinaga qaytish qarorini oldi. Shom valisi Abu Ubayd ibn Jarroh radhiyallohu anhu bu qarorni anglab ko'ngli yarim bo'ldi va Umar radhiyallohu anhudan Allohning taqdiridan qochib deb so'radi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu javob berib, "Ey Abu Ubayda, koshki bu gapni sendan boshqasi degan bo'lsa edi. Shundaq, biz Allohning taqdiridan yana Allohning taqdiri tarafga qarab qochib dedi va qilayotgan ishining to'g'riligini bildirish uchun Abu Ubayda radhiyallohu anhudan shuni so'radi. "Qani sizlar deb baqsizlar. Masalan, sizlarning bir to'p to'g'illar bor deb turayli. Bir tarafi yop-yeshil yayloq, yana bir tarafi qaqos cho'llik bo'lgan bir iqin bo'lsa, sizlar iqinning qaysi tarafida o'tlatar edilar? Agar sizlar to'g'illarni o'tloqda o'tlatib, to'g'illarning qo'rsaqlarini to'ydirsizlar, Allohning taqdiri bilan o'tlatgan bo'lalar. Agar o'xshash shaklda to'g'illarni iqinning yana bir tarafi bo'lgan qaqoslikda biqib, osh qoldirsalar, yana shu Allohning taqdiri bilan to'g'illarni o'tlatgan bo'lalar. Bularning ikkilisi o'xshash taqdirdandir. Faqat natijasi bir emas." Hazrati Abu Ubayd ibn Jarroh bu hikmatli javobni anglab sukut qildi. Hazrati Umar radhiyallohu anhuning so'zi oxirlashi bilan Abdurrahmon ibn Avf ularning yoniga keldi va ahvolni o'qib, "Men bu tema to'g'risida Rasulullohning mundaq deganligini anglagan edim. Rasululloh, ma'lum bir yerda vabo kasal tarqalganligini anglagan chig'inglarda u yerga bormanglar. Agar sizlar bu o'rinda vabo kasal tarqalgan bo'lsa, vabodan qochib boshqa yerga bormanglar" degan edi. Bu hadisni anglagan Hazrati Umar radhiyallohu anhu o'zining maslahat natijasida olgan qarorining Rasulullohning hukmi bo'yicha bo'lganligidan Alloh taologa hamd sano etdi. Allohning do'sti bir olim deganidek, taqdirdan qochish mumkin emas. Taqdirdan qocholig'ining bir taqdirdir. Biz taqdirni bilishga emas, ulug' Allohning bundan burun yuz bergan va yuz beradigan hamma narsani biladiganligiga iymon etishga buyurilganmiz. Beshimizga kelgan qismatga rozi bo'lish iymonimizning taqozosi. Banda ulug' Allohdan hisob so'rayapmiz. Allohning har bir ishi haqdir va hikmatlidir. Amaliyotda jannat va jahannam bir taqdir. Jannatga rahmat bilan, jahannamga adolat bilan kirgiziladi. Ulug' Alloh kofir bo'lsa-mu hech qanday bir bandasiga zulm qilmas. Alloh uchun zulm degan bir narsa nisbatmi berilmas. Alloh qilgan har bir ish yo adolat yoki rahmatdir. Biz yashayotgan bu olam sabablar olamidir. Sabablar bo'lsa bir ilohiy qonuniyatdir. Uningga diqqat qilib, yaxshi bir shaklda foydalanish taqvolikdir. Bu qonuniyatning aksi bo'yicha yashaganlar ziyon tortquchilardir. Bu ahvolda haqiqiy masala sababning xatoligidan emas, qulning xatoligidandir. Ulug' Allohning hukmining ijro qilinish vaqti sababga bog'liq emas, balki vaqti kelganda duo qilib tilgan ishni xolisi sabab bilan yoki sababsiz ro'yobga chiqaradi. Duo qilib Allohdan tilgan hamon sabablarni bekor qilib, qiyinchilikning ta'sirini yo'q qilib yetadi-da, farishtalarning va boshqa jonliqlarning vazifasi oxirlashadi. Hazrat Ali radhiyallohu anhu mundaq deydi: Alloh tarafidan hukmi berilmagan hech bir narsa vujudga chiqmaydi. Har qanday bir kishining yonida uni qo'g'daydigan ikki farishta bor bo'lib, uningga taqdir qilingan ish yetib kelganga qadar uni qo'g'daydi. Taqdirdagi hukm kelgan chaqda u kishidan yiroqlashib, u kishini taqdir bilan qoldirib qo'ydi. Musulmon degan o'zi uchun taqdir qilingan har ishning haqiqatan beshiga keladiganligini, taqdir qilinmagan ishning beshiga kelmaydiganligini jazmiyat qilib ishonmaguchilik haqiqiy iymonning ta'mini hargizmi tetiyolmaydi. Bizlar g'ayrat qilishga buyurilganmiz. Oxirgi so'zni bo'lsa taqdir so'zlar. Rasululloh degandek, taqdirga iymon etgan taqdiridan xotirjam bo'lar.